Nima uchun alkogol qon bosimi tushishiga sabab bo'ladi? Alkogol organizmga tushgandan keyin alkogolda gidrogenaza fermenti yordamida parchalanib, asetilaldegidga aylanadi va ko'p miqdorda natdan natxosh hosil bo'ladi. Alkogol bundan tashqari qon orqali gipotalamusdagi supraoptik va paraventrikulyar yadrolarga ta'sir qilib, bularda antidiuretik gormon sintezi pasayishiga olib kelishi mumkin va natijada buyrakning yig'uvchi naychalaridagi suvni reabsorpsiya jarayoni kamayishiga olib keladi va ko'p miqdorda suv siydik orqali tashqi muhitga chiqarib yuboriladi va bu o'z navbatida gipovolemiyaga olib keladi va qon bosimi tushishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari alkogol qon tomirlar silliq mushagini relaksatsiyasiga sabab bo'ladi va bu dilatatsiyaga olib keladi. Dilatatsiya natijasida gipovolemiya shakllanadi va qon bosimi tushadi. Keyingi sababi esa ko'p miqdorda natxash hosil bo'lishi. Bu natxash hosil bo'lishi Krebs sikli bloklanishiga va piruvatdan ko'p miqdorda laktat kislota hosil bo'lishiga olib keladi va natijada laktik atsidoz shakllanadi. Laktik atsidoz esa qon pH tushishiga sabab bo'ladi. Qon pH tushishi natijasida bu medulla oblangatada xemoretseptorlarni qo'zg'atib, qusish markazlarini aktivlab yuboradi. Qusish markazlari aktivlanishi natijasida bu oshqozonda yig'ilgan xlorid kislota qusish orqali tashqi muhitga chiqarib yuboriladi va pHning ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Kislotalik organizmda kamayib, bu qusish jarayonida o'z navbatida ma'lumki ko'p miqdorda suyuqlik yo'qotiladi va bu ham gipovolemiyaga sabab bo'lib, qon bosimi tushishiga sabab bo'lishi mumkin.